Around. To'g'rimi? Buni o'qing. Rubbish. To'g'rimi? True. Endi qarang, inglizlarda ham r harfi yo'q o'zi tegi. Ular r demaydi, r deydi. Qaytaring. R. Tilingiz hech qaysingizga tegmaydi, o'rtada turadi. R. Qaytaring. R. Misol uchun around emas, r emas, around emas, around. Qaytaring. Around. Misol uchun arra deng. Arra. Endi o'sha r ni r qilamiz. Arra. Ko'ryapsizmi? Arra emas, arra. Qaytaring. Arra. O'shaqa r ni r qilamiz. Misol uchun rahim qattasan emasda, rahim qattasan. Rahim yoki rahmat demoqchi bo'lsak, rahmat, hammasi yaxshi bo'ladi. R. Qaytaring. R emas, bo'ldi. U yog'iga r ni ko'rsangiz, r harfi inglizlarda yo'q ekan deb unuting uni. R deng. Qaytaring.